Assalomu alaykum. Kuzatuvchilar. Bag'at ogohiga kuxniy mebellar o'rnatilgan. Kuxniy mebelimiz mokriy bilan vatan svet kombinatsiya bo'lib ishlandi. Eshiklar polniy puxa plastik oldu. Quloqlar mexanizmlari vakuumdan bo'ldi. Bu yerda moykalar oxirgi funksiyadagi moykadan bo'ldi. Moykaning ustiga suv ilgalarini qo'ydik. Stollarına gelsak, İran stollardan koyup verdik. Tartmalarını, teylerini tespit edip tandem mekanizmini işlep verdik. Bu üçüncü etaj oldu yine. Onların puni mekanizmlerini aslında koyduk. Kimen içmeye gerek olsa murojaat etaverasizlar. Keyingi videolarımızdan chiqib boradi, kuzatib boring. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana Xudo xolasa Urganchga keldik. Mokriy akril bilan oq akrilni kombinatsiya etib ishlab berdik. Stollari Iran stol oldu. Oq mramora, qora mramor kombinatsiya bo'lib turibdi. Xudo xolasa mokaning ham eng oxirgi yupskadagidan qo'yib berdik. Tiylaridan svet o'tiribdi. 3 etajli variant. Kime ishinding Xudo xolasa kuxniy mebel, to'y mebel, uголок divan, kafe bar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Nomerlarimiz 99lik 021 38 32. Yaxshi like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Buni bir qator aytadigan bo'lsak, stollari Iran stol 3-2lik. Keyin qashqodanlari bo'ladi. Ichida asan mokaning eng oxirgi yupskadagisidan qo'yib berdik. Suv shilkasi bor. Quloqlari hammasi vakuum. Sifatli, Xudo xolasa 3-chi mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, har xil turdagi mebelni zakaz bilan ishlab beramiz. Xorazm, Qoraqalpog'iston, Buxorocha ishlab beribmiz. Xudo xolasa O'zbekiston ham yerine Xudo xolasa yo'lga qo'yib beramiz. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'ling. Xudo xolasa bundan keyin ham bundan ham yaxshi mebellarni qilib beramiz. Sağ olun, selamat olun. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana Xudo xolasa shunga yetib ajoyib mebel taxlab qo'ydik. Kimga shunday mebel kerak bo'lgan bo'lsa, akril variantdami, shunday oyna qo'yib taxlab berish kerakmi, krashin yemdekmi? Bemalol telefon qilaverasizlar. Ajoyib etib, kuningizga qadar etib taxlab beramiz. Rangini Xudo xolasa farq yo'q, nechki rangda desangiz ishlab beramiz. Oq qora desak, qizil ishlab berish kerak bo'lsa, qizil ishlab beramiz. Xudo xolasa bemalol telefon qilaverasizlar. Nomerlarimiz 99lik 021 38 32. Xudo xolasa har xil mebel tayyorlab beramiz. Uголок divan, kafe bar, kuxniy mebel, to'y mebel hammasini ishlab beramiz. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimiz ham yetib boradi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana Xudo xolasa Qo'shko'pir Obod degan yerga keldik. Yana shunday kuxniy zakaz berdilar, 3 etajli. Maloshniy akrildan tayyorlandi. Sifati zo'r. Xudo xolasa shunday mikronovka qo'yib berdilar. Shuni planlashtirib, mikronovka joyini o'zini mos etib taxlab berdik. Masalan, gaz joyi, oyna joyi hamma yeri ajoyib. Bir qator ko'rsatadigan bo'lsak, stollari iranskiy, mokaning ham yaxshisidan qo'yib berdik. Shampun qadani bor, 2 do'shli shampun qo'yiladi. Narsalarda to'g'risini taxlamabdi ekanlar. Asan, hemen tovoq qadani bor. Quloqlari yaxshi, o'z tortib ketadi. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariya yozinglar, javobini yozamiz. Kimga shunday kuxniy mebel, to'y mebel, uголок divan, kafe bar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Nomerlarimiz 99lik 021 38 32. Hammaga rahmat. Yoqqan bo'lsa like bosib, podpishka etib
Kanala abone olup koyun. Keyingi videolarımız ham yetib qoladi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ina xudo xolasa kommunalga keldik. Marziya degan yerni. Ina xudo xolasa 3 etajli etib, qora bilan sari vatan sveti kombinatsiya etib ishlab berdik. Keyin buni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, eng oxirgi gipskadagi 7 xil funksiyali full moka deganini qo'yib berdik. Oson. Bu tarafda eshik o'tib ketadigan yer, yana bu yerda gaz ballon turadigan yer, bu yerda pechka turadigan yeri, asosan suv shulkalari bor. Keyin tortmalarning nomining qashqodanlari bor, tandem mexanizm, sifatli. Xudo xolasa, kimga shunday mebel kerak bo'ladigan bo'lsa, kuxunniy mebel, to'y mebel, ugolok divan, kafe bar, hammasini ishlab beramiz. Yaxsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimiz ham yetib boradi, xudo xolasa. Bizlarni qo'llab-quvvatlang. Xudo xolasa, bundan ham boshqa videolarni chiqarib boraveramiz, ko'rib boraverasizlar. Ham baholar bilib borasizlar. Sağ olunlar, selamat olunlar. Ha, Nechik, brat, ko'nglingiz yoqdimi? Ha, sağ olun. Selamat olun. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana Qo'shko'pirga keldik. Mukri asfaltda tayyorladik. Kuxunniy mebel 10 kun burun o'lchab ketdik. Xudo xolasa bitirib keldik. Stollari iranskiy bo'ldi. Gazi o'yma gaz, ustlarini ayna qo'yib, vidlatib ishlab berdik. Svetli kuxunniy bo'ldi. Stollari zo'r yaltirab turibdi. Asan bu gaz yaxshi yapsın deb, nani ko'p-ko'pmiz, suv ko'p-ko'pmiz. Tog' qo'ydanlari bor. Ha, yaxshi yapsın deb turibmiz. Keyin nechki mebelga olgan bo'lsa, bemalol zakaz beraverasizlar. Nomerlarimiz 99lik 021 38 32. Asan usta baş külchatini qo'shib ajratib bering hali. 3 xil bo'lib yanadi bu. Ya bir, yana 3 metr o'chib yaqin endi. 2 yana endi bo'lib yanadi 3. Mana xudo xolasa bemalol zakaz beraverasizlar. Kuxunniy mebel, to'y mebel, ugolok divan, kafe bar, hammasini ishlab beramiz. Xudo xolasa yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimiz ham yetib boradi. Ha, men mavzuning bahosini bilib borasizlar. Sağ olunlar, selamat olunlar.